Assalomu alaykum aziz obunachilar, qadrli parvoz aka-ukalar. Mana bugun sizlar bilan yana Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Yakshanba parranda bozoriga tashrif buyurdik. Mana parranda bozoridagi kirish eshigini ko'rsatmadim hech ana shu parranda bozori, ya'ni Qo'rg'ontepa Yakshanba parranda bozorining kirish eshigi bo'ladi. Bu yerdan video boshlashimizdan sabab kecha kuni bitta obunachilarimizdan bittasi yozuvdi ekan. O'zimizni lichkamizga Telegramda o'tib yozibdi. Makkalarda, butoylarda, don mahsulotlarini ham chiroyli qilib obzor qilib bering. Narxlarni bilay degdi ekan. Shunga talab isteklariga binoan shu yerdan boshladik. Xudo sizlar uchun bomba obzor bo'ladi. Xo'roz, dakanlarni chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar aka-ukalar. Xudo zo'r qilib obzor qilib beramiz. Makkachalar nech pul ekan? 6000. 6000 dan. Bular ham 6000 danmi? Aralashmachi aralashmalar? 5000 dan. Aralashmalar 5000 dan. Makka nech pul ekan Makka? Makka 5000. Makka naqadami? 5000 ga mana. Makka narxi 5000 ga mana. Makkalar mana. O'shani ko'rsatib qo'ying. Shunaqa gaplar ekan. Buralardan nech pul ekan uka buralardan? 9000 dan. 9000 dan hammasi mana buralar. Start, rost, finishdan ekan. Keyingisiga o'tamiz bo'lsa. Ha, narxlarni aytib o'tasiz, narxlarni. 4000 so'm makka bo'ladi. Makka buda 4000 so'm. Bu aralashma. 7000 makkacha. 5500 to'laymiz. 5500 4,5. Bu ham mo 4,5 dedingiz. Buralardan 9000 dan. Buday ham bor, budayda o'zi. Buday 3,5 ming deng. Ha. Mana makkachalarda ham har xillari bor ekan. Oqshom nech pul? 3,5 ming. Oqshom 3,5 ming ekan. Masalan, O'zbekiston balet qilishyapti. Ha. Futbol bo'lyapti aka-ukalar. O'zbekiston bilan Kongo o'ynayapti. Bozorda hammasini ko'ryapti ko'pchilik. Shunaqa gaplar aka-ukalar. Nomer aytasizmi, tog'a nomer? 99lik. 489 aloqa chiqishimiz. Ha, 6389 aloqaga chiqarasizlar ekan. Menga don dastlabkilar dastlabki kelishingga bepul deb berdim. Mana shu tog'. Kelishingga oldi hammasi mana. Eng zo'r joy mana shu. O'zim ham har doim mana shu tog'dan olaman. Eng zo'r joy mana shu. Bo'lmasa aka-ukalar, shunaqa gaplar. Makkalar narxlari har xil ekan. Makka 5000, yana 4,5 ming. Endi kelishuvga qarab, makkachalar 5,5 ming, 6 ming ana deyishyapti. Shunaqa gaplar aka-ukalar. Eng zo'ri mana shu. Nomerni yozib oldinglar mana. Bo'lmasa aka-ukalar ketdik dakanga. Aka-ukalar mana 1 million ekan. Xo'razimiz Tulay xo'raz ekan. Ko'zi ko'r, Bitta ko'zi ko'r ekan, ha. Ko'rdik mana. Aka-ukalar mana. Ha, mana ekan. Odamni yeydi. Ha. Yomon ekan xo'raz. Bozor qancha qildi tog'a endi bunga bozor? Bozor endi keldik. Ha. Nomer aytmaysizmi nomer? Aytaveramiz. Aytavering. 94 94lik. 069 yo'ldan 069 0016. Aloqa chiqarasizlar ekan. Nero, Ha, yur. Nech puldan aytingchi narxini? 300 ming deyapman o'ra. Noyiz edi. Mana 300 mingga ko'ra mana bir xabar yurasizmi? 150 dedingizmi? 150 ming mana aka. Asbalaga ko'ra mana. Bozor qancha qildi o'zi tog'a bozor? Endi keldi. Endi keldim. Cho'ja nech pul ekan bitta qo'yinchi. Ko'ring. Nech pul deyapsiz? Oldim. Qanchaga oldingiz? 100 mingga. 100 mingga? Cho'ja xo'roz ekan. Qanchadan ekan bular? 250 mingdan makkalar. Xo'rozchi? Xo'roz. Beraver, aytaman. Makkalar 250 dan ekan. Bozor berdimi o'zi bozor? Ha? Xo'rozga berdim, makkalar. Nech pul berdi xo'roz? 150 ming. 150 ming. Xo'roz puli xo'roz ekan. Aka? Xo'roz qancha ekan? Xo'roz 1 million ekan mana ekan. Makonchi aka maka. Makon 500 ming ekan. Bular ham sizdan bular? Qanchadan cho'jalar? 200 ming. Cho'jalar 200 dan. Oq oyoq cho'jalar ekan.
Makam 5,5. Makam 5,5. U qancha u? 700 dedi. 700. Bular ham sizdanmi? 150 ming kami bor. 150 mingdanmi? Kami bor. Ham bor. Sog' narsa. Nomer aytmaysiz aka? Ayting. 50lik 571 26 51 ha? Aloqa chiqarasizlar. Shular bitta odamdan ekan mana uchovi, ikkovi. Endi natiyala bir qurollar qo'razni ham Bo'ldi, yugalan xo'rozni ham makonni ham urishtirib olasizlar deyapti. Ishonchli narsalar ekan mana. Ekan. Mana yugalan makonlar chiroqlari. Narxlar keladigan bo'lsa 400 mingdan deyapti narxi. Bozor qancha qildi? Bozor qancha berdi? 800. 800 3 osiga. Makonlar chiroqli makonlar ekan mana yugalan. Yaxshi narsalar. Men bo'lmi? Mendami? Menda bor, uyimda bor, ko'p. Shularga solishtiryapsiz. Yo'q, solishtirman, YouTube'ga chiqarib turaman, YouTube'ga. YouTube'ga chiqarib turaman-da. Chiqarasiz. Ha. Nomer aytmaysizmi mabada? Ayting. Bu agar dakanlar, toza dakanlar kerak bo'lsa, telefon qilsin. Ha, bo'ldi gap mana, nomer ayting. 88 lik. 530 530 80 02. 12. 80 12 ekan, kimga mana? Dakanlar zo'rlar nima qilgan? Tuxumlar kerak bo'lsa aytaverasizlar ekan mana. Nomerni qo'ydik, akamizni aloqa chiqarasizlar bemalol. Ismingiz nima? Sanjar aka. Sanjar aka, aloqa chiqarasizlar ekan. Qo'za narsalar ekan. 700 ming deyishyapti mana. Akalar. Bozor qancha berdi aka? Endi keldi. Bozor endi keldik. Bizgalarga mana. Operatsiya. Ro'parachi deyishyapti endi urishini. Urishtirib ko'rib olishaveradi. Ha, o'zim tengi. Tengi bo'lsa, urishtiramiz deyishyapti akalar. Chiroqli narsa ekan ularga. Bes qancha chiqib qoladi aka besi? Besi bilmayman, turklar vosita. Turklarga o'tsa kerak. Nomer aytmaysizmi, telefon nomeri? 94 lik 217 217 59 59 77 aloqa chiqarasizlar. Mana aka-ukalar xo'rozimizni 700 ming deyapti mana. Tuli xo'roz aka-ukalar. 700 ming kam bor ekan. Qiziqarlarga. Chiroq narsalar. O'zimizdan aka-ukalar bu. O'zimizni qishloqda. Nomer aytib borasiz aka, nomer. Nomer. Ayting. 50 lik 551 551 57 86. 57 86 aloqa chiqarasizlar. Akamizni u obzor qilganmiz, eslasanglar. YouTube kanalimizga o'tsanglar ko'rasizlar, xo'rozlar zo'rlardan naqad ekan mana shu. Buni qancha deyapsiz aka? 400 ming. Makon akana, cho'ja makon. Yo'q, o'rab. Urasizmi bu? O'radi. Xo'rozga o'xshamayapti. Kommentariyada yozib o'tasizlar, kuygaram. Menimcha makon bu. Qalagan. Ketdi. Qancha deyapsiz aka bularni? Yo'q, 800 ming. Yo 800 ming. Xo'rozini o'zichi? 500 ming. Ha, xo'roz 500, makon 300 ming ekan. Xo'roz tuli ekan kuygaram. Bozor nech pul berdi? Endi turpanga kelib. Nomer aytasizmi, aytmaysizmi? Internetga qo'yasiz. Ha, YouTube'ga joylayman. Aytavering. Aytavering. 88 lik 209 209 1025. 1025 ekan mana aloqa. Sizlar ekan, aka-ukalar mana xo'rozimiz tuli ekan bo'lar ekan. Makon chiroqli ekan lekin. Skalar qilasiz. O'zingiz ham qo'ying, o'zingiz ham. Ha, bo'ldi aka. Mana aka-ukalar dekorativ qishloqga yetib keldik. Bular ham har doim chiqadi, endi bir olib qo'yaylik deb qiziqishga keldik aka-ukalar. Kahlilar ekan bular. Kahli. Bular mana qushlar. Bular jachi shu bermayman men. Narxlarni so'rab ko'ramiz hozir. Kahli nechta ular? Kaylida bunisi 250 ming, narigisi 350 ming. Bunisi 250 ming, bunisi 350 ming ekan. Xo'roz makon qanaqa aka bu? Xo'roz makon. Ikkosi ham xo'roz-a? Ikkosi ham xo'roz ekan.
Bu qushlarcha aka bitta narxini aytib o'tiring. Shular har xil. Qanchadan? Monolar 350 mingdan qapaslar. monolar 450 ming so'm. Narxilari 800 ming so'm. 458. Monolar 150 mingdan emas qapaslari. Monolar 200 ming so'm. Endi bular jupa, jup, mana shu jup, bash turishini aytyapti. bular mana jupa ekan. Nomer aytib qo'yasizmi aka, nomer? 99 99 329 45 06. 329 45 06 ekan, aloqa chiqarasizlar ekan. Qafaslar aloqadan sotilaveradi, qushlar ham aloqadan sotilaveradi, hamma narsa bor. Ikkala mana ma'lardan turibdi. Bedana nech pul aka, bedana? Bedanani mononisi 1 million Italiya bedana. Ha, mesnelari 250 ming so'm. 250 ming. Qancha ekan aka bu? Bir xilda bo'lib qoladi. 250 ming? 250 ming. Qanchadan deyapsiz aka? 120 ming kam bor. 120 mingdan. Xo'roz aka qanaqa? Xo'roz 250 ming kam bor. Xo'roz 250 ming kam bor ekan. Shu joylar qancha ekan uka? 200 mingdanmi? Bak kichkinalar-chi, kichkinalar. Kichkinalar-chi? Kichkinalari 200, kattasi 400. Ha, kattasi 400, kichkinalar 200 ekan. Ko'raman, cho'jalar shunday. Qaysi oy cho'jalari bu? Narigi aprelda 10'da chiqqan. Nimalarni bilmayman. Narigi aprelda 10'da chiqqan ekan bular. Maysi o'sib. May bu. Anaqa may. Telefon nomeri aytasizmi tog'a? Aytmaysizmi? Yaxshi. Ha, bu. Bularchi bular? Ular 100 mingdan. Bular 100 mingdan ekan. Makonlari ham bor ekan ichida. 5 ta xona ustamagan. Ha. Xullas aka ukalar, videomiz endi shu yerda yakunlaymiz. Dakalar oldinga ko'p qasa ukalar oson chiqyapti. Iloji boricha hamma dakan, hamma tog'larni olib chiqishga harakat qildik. Dakan tog'larida asosan. Manaqa tog'larda olmadik bilgan bo'lsanglar. Shunaqa gaplar ukalar bozorda, Qo'rg'ontepa bozorida. Sizlar uchun chiroyli bitta obzor qilishga harakat qildik. Qilgan mehnatimizni qadrlagan holda videomizga bitta like bosib, kommentariyada omad deb xohlagan so'zlar yozib ketishni unutmaysizlar. Qolaversa obuna bo'lib qo'yinglar. Shu oyda 2000 ta bo'lishimiz mumkin. Bunga albatta sizlarda hadishlar katta ukalar. Xudo xolasa ukalar ko'rishguncha deb qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarib qo'ymanglar ukalar. Sog' bo'linglar.